Assalomu alaykum qarindishim. Aleykümselam. Siz o'zingizni qisqacha tanishtiring, o'zingizni kimlik adresingiz bo'yicha. Mening ismim Meryemgül abla. O'zim vatanda Şinjan Turpan shahar Üzümçilik yeza Bağırkenet 4. grupa 33. numarda oturuşluq. Abla Hamdulniki qizi bo'laman. Sizning chet elga chiqish sababingiz? Men 16 yil burun shu yo'ldoshim bilan to'yxonadan keyin shu o'qiymiz deb o'qish uchun Misrga chiqqan. Tuqqanlar ko'rishmaga qancha bo'ldi hozir? Tuqqanlar bilan ko'rishmagili 1,5 yil bo'ldimiş. Yo'ldoshim bultur 3. ayniki oxirisi tuqqanlar yo'qlayman deb ketgan. Ketib şu çağda görüşken hem 4. ayın 15'leri şu görüşken hiç kana xabar bulmadı. Tıqqala degandikin men yo'lishim nada zodi. Deb biringlar desam bilmaymiz deb boshlan dedi. Mena ansirab birishlar ansirab ketganda shu yuz berdim desam yuz berdi dedi. Shu lagerga akir ketibdi. Hem 3 ayın ichida hamda chiqib qolamkin deb kutdik. 3 ay chiqdi, 3 ay o'tdi. 6 ayım oldu, 1 yılım oldu. Hazır yıl örülüp 4. aya girip ketken olsa 1 yıl 5 ay yoktu. Hiç kanı haberi yok hem de. Yoluşum ismi Halık Ablak Abdusattar. Adresi, şu adresi? Şu adresi şu Turpan şehir Üzümçili yeza Bağırkenet 4. grupada. Başka tuqqanlarınızdan mı haber bilir misiniz? Başka tuqqanların ismini xayrlashtirsangiz bo'lsa. Şu anlasam bizni öyleydikilen tutup ekir ketdi. Şuların ismini kim bir de bilip? Şu menden çoğun hedem batı açam. Halcıgül abla. Açağınız tutup eketdi. Köy oğla akağınız Kadir Reşit demdi. Aşk Kadir Reşit'ne ekir ketdi. İndiranızdan ekir ketdi dedi. Kaysı inemden ekir ketdi okumudum. Ben şu insan kişilik hukuk cemiyetinden, xalqaro cemiyetlerge cemiyetlerden şu yo'lishimning zot nega ketganini bir xabarini berishini tilayman. Siz bu video chiqishdan burun guvohlikqa xalqaro inson haqlari kechirim tashkiloti deganda bu o'rinlar biza shikoyat yozdingizmi? Shikoyat qilib yozgan bo'ldim sirtga vaqtimizda. Hem de bu yerde bize bultur 2017 yılı 7. ayda bir tutuş olgan. Misirge o'quvchi balani tutib Lampanchada 5 balam var, 5 balam bilan qochib shu g'ardaqa ketgan bo'ldik. Ondan keyin Iskandariyada privat ishlar turib, cho'gilab yurib keldik. Endi bundan keyin ham hozir qilib guvohlik bilan bo'ldiqlamsiz, yana davomli tuqqanlarni ko'rishgan qadar bir harakat qilganlarimiz bor. Men hargiz bo'lqmayman. Kaçan tuqqanlarim bilan normal aloqa qilalg'idek, yo'lishim bilan normal aloqa qilalg'idek bo'g'achan hargiz bu da'vodan yanmayman. Mayli vaqt kesmini tutib o'tiratam, nima qilsam mayli. Yo'q, chet elda bunday aslida tutishga chiqadi bo'lmaydi. Bu uchun bir insonninki normal gap qilish, men o'zining shaxsiy tuqqanim siz yo Xitoyni pashlatman deb emas, hozir da'vat qilmas. Odamlar, qarindoshlarim yo'lishim da'vatsiz. Bu bir normal bir insonninki deyish haq huquqimiz bor. Xalqaro bo'lsin tuta olish olmaydi. Rahmat.